Bugun sizlarga mazasi og'zingizda qoladigan 3 shokolad desertini tayyorlab ko'rsatib beraman. Buning uchun 300 g toplённое молоко pechenyasini blenderda yaxshilab kukun holatigacha maydalab olamiz va 300 g eritilgan sariyog'ni qo'yib yaxshilab aralashtirib olamiz. Qolpimiz chetiga asetatning plyonka kig'izib, massamizni solib yaxshilab presslab bosib chiqamiz. Yarim soatga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Shokoladli muz uchun 10 g jelatinga 5 osh qoshiq suv solib chetga olib qo'yamiz va bitta tuxum, 2 osh qoshiq shakarni yaxshilab aralashtiramiz. Gazga qo'yib 90 ml sut qo'shib, bitta qaynab chiqquncha qaynatib olamiz. Tayyor massani sitadan o'tkazib, qo'moqlarni olib tashlaymiz. Bitta plitkani yaxshilab eritib olamiz. Ustida esa eritilgan jelatinimizni qo'yamiz. 130 g qaymog'imizni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Preslangan pechenyelarimizni ustidan qo'yib, yaxshilab chetlarini silkitib, 1 soatga muzlatgichga qo'yamiz. 1 soatga yaqin vaqt qolganda ikkinchi slov shokoladimizni ham xuddi shu tartibda davom etib, uni ham 1 soatga muzlatgichga qo'yamiz. Uchinchisini ham xuddi shu tartibda davom etib, umumiy hisobda 4 soatga muzlatgichga qo'yamiz. 4 soatdan keyin mana shu go'zallikdan bahramand bo'lishingiz mumkin.